ئۇيغۇرلاردا پەرزەنت تەربىيەسى. ئاپتورى يارمۇھەممەد تاھىر تۇغلۇق. 11 باب. پەرزەنتلەردە ياخشى خاراكتېر يېتىلدۈرۈش. خاراكتېرلىك ئادەملەر ئۆزلىرى مەنسۇپ بولغان جەمئىيەتنىڭ ۋىجدانىدۇر. ري ئېمېرسون. Hazırgacha yezilgan pərzənt tərbiyəsi haqqındakı kitab və maqalalarda pərzənt tərbiyəsində xarakter yetildirish və xarakterini tavlash to'g'risida asosan fikr qilinmadi. Chunki inson xarakteri intayin murakkab bo'ladi. Uning ustiga xarakterning paydo bo'lishi va yetilishi haqida qarashlar o'xshash emas. Ba'zilar xarakterni tug'ma bo'ladi deb qaraydi. Ba'zilar xarakter insonlarning turmushini haqiqiy tushungandan keyin ondan shakllanadi deb qaraydi. Ba'zilar xarakter hayot uchun bo'lgan kurash davomida tavlandi deb qaraydi. Umuman xarakter yetildirish tarbiyasida axloqiy qoida, axloqiy o'lchamlarga o'xshash muqim, o'lchamlik usul bo'lmaganligi uchunla xarakter masalasini yoki tug'ma alohidlikka yoki turmushning o'ziga yuklab qo'yish bilan cheklanib qolgan. Bizning qarashimizcha farzand tarbiyasi masalasida xarakter yetildirish tarbiyasi hargiz sal qarashga bo'lmaydigan intayin nozik va qattiq bir talab. Buning uchun oldi bilan xarakterning alohidligi va uning qanday mazmunlarni o'z ichiga oladiganligi, kuchlik inson xarakterini yetildirishning farzand tarbiyasi bilan qanday munosabati borligi haqida muayyan tushunchaga ega bo'lish lozim. Birinchi, xarakter degan nima? Yaxshi xarakter uzluksiz kurash ichida pishib yetildi va takommullashadi. Xotiramdan. Xarakter to'g'risidagi tushuncha va bilish har xil. Xarakter to'g'risida Stendal mundaq degan: "Men inson xarakteri deb uning axloqiy odatlari majmuasini atayman." Gyuti, insonning hayoti mana uning xarakteri deydi. Kanit, xarakter prinsiplar orasida harakat qilish qobiliyatidan iborat deydi. K. Fisher, xarakter inson qobiliyatlarining buyuk ko'payguvchisi deydi. Xarakter to'g'risidagi yuqorqidek o'xshashmagan ta'birlar xarakterning kishilik turmushining o'xshashmagan momentlarda o'xshashmagan shaklda ifodalanganligi, mazmunining ko'p taraflamalik omillar orqali zohir bo'lganligini tushuntirib beradi. Shuning uchun bizning qarshimizda inson xarakteri hayot musobasidagi ajoyib nozik va hal qilg'uch minutlardagi hayot sinoqlariga qanday muomalada va qanday munosabatda bo'lganligi bilan oshkorlandi. Shuning uchun xarakterning yaxshi yomonlik farqidan ko'ra uning kuchlik yoki ojizligi intayin muhim rol o'ynaydi. Masalan, bir odamning xarakterini, ya'ni kuchli xarakterini shamga o'xshatsak, yana bir zaif xarakterini muz cho'ksiga o'xshatish mumkin. Chunki xarakter degan inson vujudida yetilgan qudratli bir ma'naviy kuch. Aqlg'ami to'liq beqinib ketmaydi. Bilim kamolat bilan o'lchanmaydi. Bir odam aqlli va bilimli bo'lishi mumkin, lekin xarakteri kuchli bo'lishi notayin. Yana bir jihatdan inson xarakteri odatdagi normal turmush patlaridimi o'z julasini ro'shan ko'rsatmaydi. Normal turmush munosabatlarida ifodalangani shu kishining mijozi bo'lishi mumkin. Mijoz bilan xarakter ayrim ikki hukm. Xarakterning yana bir muhim alohidligi xarakter insoniy xarakter, individual xarakter va axloqiy xarakter qatorliqlarga bo'lindi. Masalan, iroda axloq kategoriyasidagi xarakterga yetmaydi, biroq u xarakterni sinaydigan muhim girtishi. Vijdon bo'lsa axloqiy xarakter kategoriyasiga kiradi. Vijdoniy xarakter ko'p hollarda foyda manfaat munosabatida sinaladi. Insoniy xarakter hayot mamotliq paytlarda sinaladi. Shunga biz farzandlarga beradigan xarakter tarbiyasida insoniy xarakter, axloqiy xarakter deb ikki mazmun bo'yicha nishonliq tarbiyalash taklifini beramiz. Bu bobda nuqtaliq qilib insoniy xarakter to'g'risida farzandlarni qanday tarbiyalash haqida maslahat beramiz. Biz farzand tarbiyasining qonuniyati va prinsipi to'g'risidagi bayonimizda inson bolasida tug'ma insoniy alohidlik bo'ladi. Uning mukammallashishi turmush amaliyatiga bog'liq bo'ladi. Tug'ma insoniy alohidlikmi yanada tarbiyalanishni talab qiladi degan edik. Shundaq, inson tabiatida asli bo'lmagan narsani tarbiyalash orqali yetildirish mumkin emas. Masalan, yemaklik insonning odatlanishi jarayonida shakllandi. Odam turmush sharoitiga asosan nimani yeyishga odatlangan bo'lsa, shuningga tabiati moslashib ketadi. Biroq odamni kichkidan boshlab to'pi yegizib odatlantirish mumkin emas. Chunki insonning tug'ma alohidligi to'pini qabul qilish iqtidoriga ega emas. Undaq bo'lsa, inson xarakteri qanday pishib yetiladi? Farzand tarbiyasida xarakter yetildirishda oila tarbiyasi, jamiyat tarbiyasi va maktab tarbiyasidan iborat 3 omil xuddi danqonning uch-putidek rol o'ynaydi. Bir tarafga sal qaralsa, danqon tuz ham mazmun turolmaydi. Kuchlik, yemirilmas xarakterning yetilishida eng muhimi mundaq 3 omil intayin muhim rol o'ynaydi. Birinchi, farzandlarning irodasini chiniqtirish va tavlashga alohida ahamiyat berish kerak. Iroda odamning ma'lum maqsadni amalga oshirish jarayonidagi tavranmasligida, oldidagi qiyinchiliklar, mushkulliklar ustidan g'olib kelishida ifodalangan bir xil jasoratlik ruhiy kuch. Buni Uyg'urlar sabr chidash, bardoshlik berish va yengish deb tushungan.
Bu sabr qilsang g'o'ridan halva pishidi degandan iborat. Chidam, kurash, bardoshlik berish va ishning oxiriga chiqish orqaliqla g'o'ridan halva chiqargandekla xosiyatli ishlarni vujudga chiqarg'ili bo'ladi. Bundaq kuchli iroda kichkidan pishib yetilish orqali ondan xarakterga aylana oladi. Men Amerikaning bir neger balaning dunyo marafonchi yugurish musobaqasida chempion bo'lg'uchi bo'lgan orliqdagi o'zini iroda jihati chiniqtirish jarayoni aks ettirilgan bir filmni ko'rgan. Filmda neger balasi aqtanliklar tarafidan intayin xo'rlandi va haqoratlandi. Biroq u kichik bo'lg'achqa bu haqoratlarni his qilmaydi. U doim yalangoyoq yugurib o'zini chiniqtirdi. Shundoq chidam va g'ayrat bilan Amerika rayonlik musobaqasida bir aqtanlikdan yengilib qoldi. Keyin bu bola texmi qattiq chiniqtirildi va irodasi tavlandi. Keyin davlatlik musobaqada yana bir shtatga musobaqaga keldi. Bu jarayonda bu birdan bir neger mayirni yolg'iz bir yotoqqa o'g'irlashtirdi. Biroq u buning nima uchunligini uqmaydi. Shu arada bir neger pop bilan yana bir neger professor neger yigitning yoniga kirib, "Seni nima uchun yolg'iz yotoqqa o'g'irlashtirganligini his qildingmi?" deb so'raydi. Yigit bu tarafini o'ylamagan edi. Ular sening birdan bir neger bo'lganliging uchun seni kamsitib ayrim yotoq o'rlashtirgan. Shunga sen bu qitimqi marafonchi yugurishda o'zing uchun emas, balki biz negerlarning aqtalliklardan ustun tura oladiganligini namoyon qilib, bu haqoratni yo'yishing kerak deydi. Neger yigitda yana bir aqida va e'tiqod shakllandi. Atsi musobaqada haliqi neger bola yalangoyoq yugurib, putlari qopirib qanab ketdi. Shundaqdimi u yana bardoshlik berib, iroda va aqidaning kuchidan oxiri chempion bo'ladi. Shunga irodani chiniqtirish, xarakter yetildirishning muhim asosi. İradəsiz adamda güçlü xarakter bo'lmaydi. Agar bor deyilsa, u intayin zaif va tetiqsiz xarakter bo'ladi. İkinci, güçlük chin aqida va e'tiqod xarakter yetildirishda intayin muhim. Chunki irada kuchi cho'qim muayyan aqida va e'tiqod kuchiga tayanganlar o'zining hayotiy kuchini joriy qildira oladi va mustahkam bir butun xarakter yetildirishning asosini qura oladi. Shunga farzandlarda kichikidan tortib ulug'vor maqsad va aqida kuchini yetildirishga tirishish kerak. Uchinchi, mustahkam xarakter kuchining yetilishi farzandlarni kuchli inson bilan tarbiyalashni talab qiladi. Inson ko'pincha farzandlarda irodani chiniqtirishning eng yaxshi yordamchisi bo'ladi. Chunki insonsiz chuvalchaq odamda irodami bo'lmaydi, aqidami bo'lmaydi. 4. Farzandlarda yaxshi xarakter yetildirish uchun ularni kichikidan boshlab o'zini tuta oladigan, tamkin, mazmut qilib tarbiyalash kerak. Chechilang'u, yengiltak, aldirang'u bo'lib qolsa, xaraktermi turaqsiz bo'lib qoladi. Bu vaqtda Alisher Navoiy mundaq deydi: "Bir muncha cho'ng kishilar muloyimlikni to'xtamsizlik deb masxara qiladi. Yana bir muncha kishilar muloyimlikqa sal qaraydi. Davron beg'ining shamiliga o'xshash turaqsizlar oldida yumshoqlik, ig'irlikqa mansub, o'zgarishchanlar oldida ayiblikdir. Ular quyunga o'xshash tuproqni havoga so'rib, aldirang'ulik bilan beshini ko'kka yetkazmoqchi bo'ladi. Tog'ni o'zining oyog'i ostida ko'rib, dasht cho'llarni shamoldek so'rmoq bo'ladi. Ularning shamolga o'xshash har bir eshikdan o'sib kirishga ari yo'q. O'tga o'xshash atashdandan o'zga shuari yo'q. Shamol garchi gullarning tojini uchira olsa-mu, ammo qiyoning biliga qandoqmi tega olsin? O't garchi tog'ning etkini ko'ydira olsa-mu, ammo quyoshning issiqiga qandoqmi yeta olsin? Shamol garchi osmonga yetsa-mu, aldirang'u va o'lchamsizdir. Tog' agar tuproqqa patsa-mu, uning shuari to'xtamlik va muloyimlikdir. Oldinqisining vujudida o't patqudek, paxal va g'azanglar bor. Oldinqisining vujudida o't yoqqudek paxal va g'azanglar bor. Keyingisining qo'rsqida shahning tojiga loyiq o'tliq marvoyatlar bor. Yeratiga eg'irligidan sal eqitib ketishdan g'am yemaydi. Qamg'oqning yapriqi yengil bo'lgani uchun to'zib ketadi. Mahbubul qulub. 5. Farzandlardagi kuchli xarakterning yetilishi ularni umidvor, o'ziga ishonadigan odam qilib tarbiyalash bilan zich munosabatlik. Umid va ishonch iroda uchun qanot, e'tiqod uchun to'rik bo'ladi. Xarakter bo'lsa, bularsiz o'z kuchini yo'qotadi. 6. Jismoniy jihatdan qattiq chiniqishmi irodani tavlaydi. Chunki kuchli xarakter jismoniy jihatga bardoshlik bilan ma'naviy kuchning birligida takomillashadi. Bilish kerakki, qiyin turmush sharoitida chiniqqan bolalarning xarakteri bilan boyoshat uyda erkichon bo'lgan bolalarning xarakteri ro'shan farqlandi. Oila boshliqlari farzandlarda kuchli insoniy xarakter yetildirish uchun yuqorqi har bir turga diqqat qilib va jiddiy qarab, konkret turmush ahvoli va farzandlarning individual aloyiligi asosan yetaklash kerak. Chunki sizning farzandingizni o'zingiz har qanday odamdan bekrak tushunasiz. Farzandlar o'zida yaxshi xarakter yetildirsa, ular uchun umrlik boylik bo'lib qoladi. Zaruriyat tug'ilganda, bo'lib bu farzandlarda mustaqil dunyo qarash tug'ilishdan burunroq kishilik hayotning qonuniyati, iroda kuchi, umidvorlik va aqida e'tiqod haqida tushuncha berish orqali ularning vujudida yaxshi bir xarakterning yetilishi uchun ul siling. Nasihatdan namuna. Balam, sen bu dunyoga to'ralding, cho'ng bo'lding, hayotlik qaynimiga qo'shilding.
Hayat musabisi birla xil tüz yolda bo'lmaydi. Turmushingda har xil müşkülliklarga yo'liqsan. Turli tuman to'salg'ularga uchraysan. Har bir qadamingni iroda bilan mazmut bosqin. Sen pul, boyliq, martaba va kuch-qudratingga ishonma. Irodangga ishon. Mustahkam irodalar sening qaddingni tik tutib, yuralishingga imkon beradi. İnsanın büyüklüğü şu adamın iradesiga bağlıq. Sen maqsad manziliga şu irada to'lpirig'i minish orqali yetalaysan. Bu dunyoda irodalik adam uchun yetish mumkin bo'lmaydigan manzil bo'lmaydi. Biroq mumkinsizlik uchun o'zingni qurbon qilma. O'rniga keltirgil bo'lmaydigan narsalar uchun o'zingni qiynama. To'sish mumkin bo'lmaydigan muqarrarlik uchun yosh to'kma. Bu ishlar irodangni so'ndirib o'tadi. Chunki qutulish mumkin bo'lmaydigan ishlarga o'zingni bardashlik berishga zo'rlash sening donoliging bo'ladi. Mubada tushkunlik va umidsizlik patdingmi bo'ldi. Uningdan o'lim yo'li yaxshiroq. Baxtsizlikka, o'ngishsizlikka bardashlik berolmagan odam baxtsizlikning qurboni bo'ladi. Muvaffaqiyat qozongan chaqlaringda ko'ranglab baddingdan oshma. Mag'lubiyatga uchragan chaqlaringda irodangdan yonma. Baxtli chaqlarda o'zini tutishni bilish, baxtsiz chaqlarda o'zini tutib olishdan o'ng'ay emas. Bir o'ngishsizlikka uchirsang, bir aql topsan degandek, o'ngishsizliklaring sening tixim g'ayratga kirishing uchun turtki bo'lsin. Baxtsizlik irodasizlarning qo'ldishi, baxt irodalik odamning yo'ldishi bo'ladi. Saydining mundaq bir misrasi yodimda. Diling ko'ymisun noumidlik bilan, yo'ruq kun tug'ilg'ay qora kechidim. Yusuf Hasajib bo'limizni shundoq degan. Barliq chekish tugunlarning yeshimi bo'ladi. Har qanday kasalning davosi va shifasi bo'ladi. Uni davolovchi hukmami chiqadi. Balam, qiyin ish yo'q olamda irodalik odamga degan haqiqatni yodingdan chiqarma. Irodalik odam o'zi uchun zarur shart-sharoitlarni hozirlay oladi. Mard odam taqdir zarbalarini arzimaydigan narsa deb biladi. Demokrat. Har qanday mushkulliklar ichidami o'zi uchun bir yo'chiq chiqarganlikqa ishonadi. Balam, o'zingga ishon, umidvor bo'l. Balam, sen o'zingni boshqalarga o'xshash bejirim odam deb his qila olgan chog'ingda o'zingga nisbatan ishonch paydo bo'ladi. O'ziga ishonmagan odam o'z-o'zini debna qilganga barobar. Sen o'zingga ishonmagan chog'laringda o'zingda nimalarning kam ekanligi to'g'risida o'ylab baq. O'zingda iroda kuchi bilan umidvorlikning ojiz ekanligini bayqaysan. Kishilik turmushda odamni qanotlantiradigan, yashashga, kelgusiga dalolat qiladigan, vujudiga jasorat va ishonch bag'ishlay oladigan bir ma'naviy kuch bor. U bo'lsa umid. Chunki hayotlikning yildizi arzu umid bo'liqidan sug'uriladi. Bu to'g'risida Yusuf Hasajib bo'limiz mundaq deb ta'lim bergan. Kim turmushga arzu umid bilan qadam bossa, u sana har qadamda yor bo'ladi. Har qanday qishqa umid bilan mangsa, yiroq yermi yaqin bo'ladi. Xalq orasida odamning ro'yi tushsa, eti yugurolmaydi degan gap bor. Agar insonda ulug'vor umid va iroda kuchi bo'lmaganda edi, inson o'zi ustidan g'olib kelish fursatiga ega bo'lolmagan bo'ladi. Balam, Aristotel shundoq degan. Yoshlarning baxti umid ichida bo'ladi. Anderson Ümid iradedən yasalğan köyrük degan. Sende muqaddas bir ümid ve g'oya bo'lsin. Bu dunyoda umidsiz, g'oyasiz yashash xuddi langarsiz kiyimiga, rolsiz mashinaga chiqqanga o'xshash nishoni va qirg'iqi bo'lmaydi. Balam, har qanday odamning baxtga intilish, baxtdan bahramand bo'lish huquqi bor. Baxtli bo'lish uchun shu baxtga erishish mumkinligiga ishonishing kerak. Ma'lum ma'noda umid va ishonchmu shirin baxt huzurini berdi. Turmushdagi eng qorong'u joylar g'am qayg'uga o'z beshini tutib bergan joydagidek mudhish bo'lmaydi. Seni aqlingdan ozdiradigan, o'zingdan sovutadigan eng vahshiy yirtqichning g'am qayg'u ekanligini bilganingda, o'zingning g'am qayg'u bilan o'tkazgan kunlaring uchun xijil bo'lgan bo'lading. Balam, qonni qon bilan yo'g'il bo'lmaganga, suni suv bilan to'sqili bo'lmaganga, o'tni yog' bilan o'chirgil bo'lmaganga o'xshash, hargiz g'amni g'am bilan yo'yitish mumkin emas. Baxtsizlikka faqat mardlik bilan jang e'lon qilgan chig'ingda g'am qayg'uni yuyishning yo'lini topa olaysan. Shakespeare shundoq degan ekan. Külpatda qolganda faqat birli yo'l, g'amni hech o'ylama, titik bardam bo'l. Sen bu xususda Pigaforning mono so'zini har doim o'zingga hamroh qil. Ochiq ko'z yoshlari chiqmaganda hayot qadimi ko'ngilni aynatqadek darajada tatliq bo'lgan bo'ladi. Temkin bo'lish, o'zini tutishni bilish haqida yo'lvasni yengan botir emas, ochiqni yengan botir degan gap bor-ku balam. Agar sen ko'ksing mehrobini pushaymon tig'i bilan zida qilmay desang, temkinlikni o'zingga odat qil. Aql muqaddasligi g'azab tig'i bilan ko'tmak bo'ladi. Murodi nisvangni ochiq to'ponga g'arq qiladi. Shunga ochiq va g'azab to'lqiniga temkinlikni to'sma bino qilgin. Aldirang'uliq etinga ig'irlik yuginini salg'in. Shundala aqliy ho'shing har doim o'zing bilan bo'ladi. Xalq oldida yaxshi atoqqa ega bo'lasan. Undaq bo'lmasa xarakteringning bo'sh, tuturuqsizligini oshkorlaysan. Hikoya qilishicha bir paktil kishi bir palvonni rosa g'azablangan va og'zidan ko'pik oqqan holatda ko'rdi. U kishi so'radi: "Uningga nima bo'lgandi?" Kishilar javob berishdi:
Onu palançı tillaptı. Paktil kişi dedi. Bu pəskeş 100 patman taşını götürdü. Birer ağız gepni götürəlməsmikin? Şuna hadisdə hər işdə ağır besiq buluş, aldırangulıq qılmaslık Xuday Taala'nın sübətleridir. Aldırangulıq qılmaq şeytanın vəsvəsidir deyilgan. Bir vəzir oğluğa şundaq nəsiyyət qılatdı. Hey pərzənt, sen puhralar hakim bolsan, aklın sana hakimdir. Puhralar sana qandaq itaat qılsa, sen hem aklınga şu yosulluq itaat qılğın. Her bir mühim işlerde çonqur oylan. Puhralarga nisbeten açıq ve gazap örlügen vaqtda öz ixtiyorunun tizginini nefsinin qoluğa bermeslik gerek. Çünkü pişaymanlıq iş yüz berse, vaqa ötkenden keyinki pişayman hiç payda bermeydi. Yeniklik ok meselliktir. Ok yadın etildi mu, yandırmaq müşküldür. Balam, gazap bilen etilgan oknun ümit nişanıga tekkinini nәri көрген. Bundaq vaqtda gazapның o'ti ko'ngling o'chqida lavuldab ko'yib, tutuni dimig'ingning mo'risidan o'rlab, yeniklikning isi aqlning aynigini qaraytib etadi. Shunga Yusuf Hasajib bo'limiz, "Hey aql kishi, gazapni o'zingdan neri qilib, ochiqdan yiroq bo'lib, yaxshi atoqqa ega bo'l" degan. Bilginki hayotingdagi munosib qiliqning biri qo'pollik, ittiklik bo'lib, buning bilan el orasida qadrsizlik nazari bilan qarilsa, aldiraqsallik, temkin bo'lmaslik, ochiqning ziyoda bo'lishi sen uchun mundaq 3 xil ziyonga sabab bo'ldi. Birinchidan, qiziqqan odam har qancha bilimlik bo'lsa-mu, bilimsiz sanaladi. Ikkinchidan, g'azab va ochiq vasvasi bilan o'zingning asli mijoz xulqingga munosib bo'lmagan, maqsad qadamingni to'sadigan falokat arg'amchisiga putilishsanda, o'z burningni o'zing qon qilasan. Üçüncüden, özün qılğan iş özüngə pişayman və haqaret elib kelidi. Balam, temkin bol, aldıraqsallıqdan saqlan. Hər qandaq işinin ulini temkinlik bilan çığıtqın. Hər qandaq işdə aldırğan iş puxta bolmaydı. Aqıllı kişilər hər qaçan iş binasını hərgiz tənteklik uluğa qoymaydı. Aldırangulıq sana yaman məsləhətçi. Yaman məsləhətçi sana hərgiz yaxşı yol görsətməydi. Hər işini qilishda 7 ölçəb bir kesiş adetini özüngə həmrah qıl. Hikoya qilinishicha, Bobur Shah kotiblarga 3 parcha maktub yozdirib, xoslardan biriga berdi. Agar men suhbatda ittiklik qilsam, biror ishga hukm qilishdan burun bir parcha maktubni ko'rsatib ogohlantirg'in. Agar uni kor qilmasa, ikkinchisini ko'rsat dedi. Birinchi maktubning mazmuni mundaq edi: Aldiraqsallik qilmagin, ixtiyoring yugunini nafsingning ilkiga bermagin. Sen maxluqsan, seni yaratquchidan ulug' emassan. Ikkinchi maktubning mazmuni mundaq edi: Ağır besiqlikni özüngə adet qılğın. Xuday Taala sana rahmet qılğısıdır. Üçüncü mektupda hər qandaq hükümün şəriətdən təşqiri bolmağay deyilgan. Aqida itiqad haqida. Balam, seni bu dunyoga bağlab turadigan bir qudratlik ma'naviy rishtaga ega bo'lishing kerak. Biror rishta bo'lmasa, hayotning lazzati bo'lmaydi. Aqida itiqad insonga yengilmas kuch qudrat ato qiladigan ma'naviy to'rik. Agar senda biror narsaga haqiqiy chin aqida itiqad burchi bo'lmasa, hayotingning nima ma'nosi bo'lsin? Aqida itiqad degan haqiqiy mustahkam bo'ladigan bo'lsa, u dahshatlik bo'ronlarning bag'rini tilolaydigan gang qanotga ega bo'ladi. Suning ustidagi ko'pikdek itiqad emas. Balam, haqiqiy itiqad degan tik qiyoga o'xshash mazmun turishi kerak. Sen bilsang haqiqiy itiqad, haqiqiy odamiylikda kamal topadi. Her qandaq adamda aqida itiqad bo'ladi. Itiqadsiz yashash mumkin emas. Chunki itiqad kishiga umid, ishonch va jasorat ato qiladi. Kishilarni bir fikrlik va bir dillik qilib ittifoqlashtirdi. Biror aqida va itiqodga o'zini beg'ishlamagan hayot emas, odam emas. Hech bo'lmaganda odam o'ziga bo'lsa-mu bir aqida turg'izishi lozim. Odamning odamiyligi o'ziga munosabatlik barliq taraflarda ifodalanib turadi. Odam o'zida qanchalik darajada odamiylik aloyidlik yetildirsa, asli mohiyatga shunchalik yaqinlashadi. Sen özündeki ademilik alayidligini qanchalik yo'qotsang, o'zingga shunchalik osiylik qilgan bo'lasan. Balam, sen o'zingni haqiqiy suygan chig'ingda bu dunyoni suyalaysan. Sen bu dunyoni haqiqiy suyalasang, inson kamolati va inson maishati uchun hozirlangan bu kengri dunyo seni cheksiz va yetarli shart-sharoitlar bilan ta'min etadi. Balam, senda chin itiqod bo'lishining yana bir shartimi bor. U bo'lsa-mu boshqalarning itiqodiga hurmat qilishni bilishdir. Nodon odamda haqiqiy chin aqida va itiqodning bo'lishi mumkin emas. Nodon odamning itiqodi suning iqishiga, shamolning yo'nalishiga qarab o'zgaraverdi. Sening olijanobliging va pastliging aqidaga bo'lgan chin muhabbating tarafidan belgilandi. Shuni bilginki, aqida itiqod bilan boshqalarga ko'z-ko'z qiladigan narsa emas. U odamning vujudining eng ichki qismida yoshiringandir. Balam, haqiqiy itiqodning mangulik bir o'lchimi bor. U bo'lsa-mu o'zing va butkul insoniyatning baxt saodat uchun foydali bo'lishing kerak.
Balam, sen özüңdە həqiqi əqidə etiqad turğuza alğan bolsaң, etiqadыңni jan tikib qoğda. Etiqadыңni qoğdab qalalmasan, başqa qimmatli nərsələrini qoğdab qalışыңdan nima əhmiyyəti bolsun? Sen özünün əqidə etiqadının toğruluğuna işengen çağdala, andan sen həqiqi qudretlik adamga aylana alaysan. Çünki etiqad faqat özüngə təvə bolğanlıq üçün emas, bəlkə haqqanilik üçün qimmatlikdir. Əgər sen əqidə qılıbatqan нәрсә sana bəxt elib keləlishiga işenməsən yoki istiqbalingda hech qanday o'zgarish yasay olmasa, o etiqad təbii xata etiqad bo'ladi. İstiqbali bo'lmagan aqida etiqad seni xarob qiladi. Shunga sen etiqad qilayotgan narsaning kuch-qudratini insoniyatga olib keladigan foydasi bilan o'lchagin. Agar uning sana parlaq istiqbol yo'lini ko'rsatib berishga ko'zing yetmasa, darhol voz kechgin. Ikkinchi, mas'uliyatchan bo'lsin, beparvo bo'lmasin. Beparvolik qalbning polishligi, shundaqla u vaqtsiz o'limdir. A.P. Chexov. Mas'uliyatchanlikni inson xarakterini nurlantiradigan chirog' deb qarasak, beparvolik inson xarakterini ko'madigan go'rkor. Chunki insondagi mardlikmi, vijdonmi, nomusmi, irodami oxirgi hisobda odatdagi mas'uliyat tuyg'usining kuchli ojizligiga berib taqiladi. Shunga Algeridanti mas'uliyatsiz beparvo odamlarga qarata do'zaxning eng dahshatli joylari buyuk ma'naviylikni sinaydigan minutlarda betaraf turadigan odamlarga qoldirilgan degan. Shunga ota-onalar farzandlarining kishilik turmushga alohida mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan qadam bosish uchun ma'lum tirishchanliklarni qilishga to'g'ri keladi. Farzandlardagi mas'uliyat tuyg'usi kichkidan yetiladi. U eng oddiy ishlardan ifodalanib turadi. O'z ishiga puxta bo'lish, har ishni qilsa astoydil qilish, oila topshirgan ishni va maktab topshirgan vazifalarni vaqtida degandek o'rindash, uyning, maktabning, jamoatning har turli aslahalarini yaxshi asrash, bir narsani buzib qo'ygan bo'lsa, tashabbuskorlik bilan ustiga kelib o'ngshab berish, odatdagi kichik ishlarga misol qarmaslik qatorliq ishlardan tartib, har bir ishda mas'uliyatchanlik ifodalanib turadi. Bir kuni ikki o'quvchi tazliq qilib bo'lib, sinfni quluplashni unutib qilib qaytib ketdi. Yarim yo'lga borganda bir savodoshining yoriga keldi va yana bir savodoshiga aytdi. O savodoshi hech nima bo'lmaydi. O'g'ri ilib oldigan nima bor deb parvo qilmadi. Yana biri, yo'q, sinfni ochiq qo'ysa, savodoshlarining nurg'un narsalari bor, sinfning aslahalari bor, birarsi yo'qolib ketsa ziyon bo'ladi. O'qish tartibiga ziyon yetkazadi deb qarab, darhol keyiniga qaytib sinfni quluplab qaytib keldi. Mana bu ta'lim-tarbiyaning natijasi. Mas'uliyat tuyg'usi taraqqiy qilib farzandlarni o'zining majburiyatini tunishga, mas'uliyatini o'rindashga ishtirok qildiradigan ma'naviy kuch bo'lib qoladi. Odamda kuchlik mas'uliyatchanlik yetildirilganda, ondan haqiqiy ma'noda o'ziga mas'ul bo'la oladigan odam bo'lib yetishib chiqadi. Mas'uliyatsizlik farzandlarni beparvolikqa o'gitadi. Har qanday qo'rqinchli holatmi beparvolikdek ig'ir oqibat keltira olmaydi. Chunki beparvo odam uxlab mangan yo'lovchiga o'xshash, uning na maqsadi, na nishoni bo'lmaydi. Undaq odam birdam hamma narsani yaxshi deb qaraydi yoki hamma narsani yomon deb qaraydi. Muqim maydoni bo'lmaydi. Bo'libmi ularning bu xil tuyg'usi tixim taraqqiy qilsa, yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi, hamma narsaga beparvo qaraydi. Mana bu eng qo'rqinchli. Shundaq, beparvo odamni o'z kontrolligini yo'qotgan palaj odamga o'xshatish mumkin. Yana bir tarafdan qaraganda beparvo odam hissiyotdan mahrum bo'lgan quruq gavdaliga o'xshaydi. Chunki undaq odam jahonni sal bassa taraf-tarafda, eshakning g'imi bo'larmish halabda degandek, alning, xalqning taqdiri haq-nahaqning ostin-ustin bo'lib ketib borganlik bilan kar bo'lmayla qolmay, balki o'zining taqdiri bilan kar bo'lmaydi. Bu hol albatta qo'rqinchli. Farzandlarning beparvo bo'lmay mas'uliyatchan odam bo'lishda ta'lim-tarbiya usuli intayin muhim rol o'ynaydi. Buningda ota-onalar nihoyatda mas'uliyatchanlik bilan bolalarni yetaklashi, odatlantirishi va unumli nasihatlarni qilishi kerak. Bolalar biror ishga mas'uliyatsizlik bilan muomala qilib qolsa, darhol ularga shu ishning muhimligini, agar ozroq bexudlik qilib qolsa, kelib chiqargan ziyonning qanchalik bo'lganligini tushuntirish kerak. Oddiy ishlarni beparvolik bilan ish tutishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Masalan, balam, kalini yengizlikqa bog'lab qo'yib ker desang, u bola kalini boshqalarning qo'noqligiga yaqin bog'lab qo'ydi. Bog'lab qo'ydingmi? Ha, bog'lab qo'ydim. Qo'noqlikdan neriroq bog'lagansan? Yo'q. Darhol chiqib qo'noqlikdan neri qilib etgin. Bo'l. Mana shunday oddiy ishlarmi bolalarni beparvo bo'lmay, mas'uliyatchan bo'lishga o'rgatadi. Nasihatim namuna. Balam, har qanday ishni qilishda puxta bo'l. Qo'lingning uchida qilib qo'ysang, uning so'riqi yana o'zingga keladi. Bir narsani ko'rsangmi astoydil qara. Biror gap so'z anglagandimi astoydil bo'l. Hargiz bo'lsa bo'la, bo'lmasa iz puli bo'la deb beparvolik bilan ish tutma. Shuni bilginki, mas'uliyatchan nodon odam beparvo donodan yuzasi yaxshi. Beparvolik degan faqat insoniy tuyg'udan mahrum bo'lgan odamlarning tutgan yo'li.
Turmuşda uçurgan her qandaq məsələlərə ciddi qara. Soğuqqanlıq bilan tədbirini qıl. Bəzilər akan kimni alsa yengen şu deb qaraydı. Mana bu eng çoğ beparvolıq. Turmuşda insani fəzilətlərə yet bolğan, vicdanınğa xilaf bolğan iş hərəkətlərini görsəң, qol qoşdurup turmağın. Xalqның işi bilan karım yo'q deme. Senin başqalar bilan karın bolmasa, başqalarning sen bilan karı bolmaydı. Özün bilan münasibətlik bolğan barlıq adamlarning taqdiriga ko'ngil bölüşni bil. Agar sen başqalarning qayg'u va hasratiga e'tiborsiz qarsang, inson degan nomga dog' tekkizgan bo'lasan. Balam, har qachon beparvo odamlardan hazar qil. Beparvo odamlar sana ziyonkashlik qilmaydi, munofiqlikmi qilmaydi. Ammo ularning eng halqiliq paytlarda ichiga tinib, jimjitlik ichida qilgan razilliklari qotillarning ziyonkashligidan ig'ir oqibatlarni keltirishi mumkin. Naqchilikni ko'rib turib kari bo'lmaslik shu naqchilikqa qatnashish bilan barobardir. Russo. Beparvolik seni bu dunyodagi barliq munosabatlardan mahrum qiladi. Balam, yaxshilik qila olmasangmi qilma. Hargiz yomonlarga yantayoq bo'lma. Yomonga yantayoq bo'lish yaxshilarga zulm qilganlik bo'ladi. Balam, o'zingning jamiyatdagi, millat oldidagi, ajdodlar va avlodlar oldidagi mas'uliyatini his qilib yashashni bil. Mas'uliyat sana intayin qimmatli sovg'alarni beradi. Beparvolik sening yuragingni sug'urib olishga yaraydi. Dünyadaki nurgun xasiyetli kişiler mesuliyetçilik sahavetinden barlıqqa kelgan. Hayotdagi yana nurgun mahrumluklar beparvolikdan yuz bergan.